Assalomu alaykum, hurmatli iMeeting foydalanuvchilari. Bugun men sizlarga qanday qilib mobil ilovani yuklab olish haqida tushuntirib o'tib ketaman. Eng oson usuli Google orqali kirish, imeeting.uz deb yozyapman. Va birinchi saytga kiraman. Mana bizning veb saytimiz xuddi shunaqa shaklda ochiladi. Veb sayt ichida turli xil ma'lumotlar bor. Bu joyda iMeet haqida ma'lumot bor. Mana o'qishingiz mumkin. Bizning rejalarimiz, shiorlarimiz, bizda o'qigan talabalarda fikrlari bor. Bu bilan tanishib o'tib ketsangiz bo'ladi. Mualliflik kitoblarimizga buyurtma bersangiz bo'ladi. Va bizda turli xil kurslar bo'yicha, ularning muddati bo'yicha har xil ma'lumotlar keltirilgan. Va bu joyda jamoa a'zolari haqida ma'lumotlar bor. Bundan tashqari bu joyda mana ko'rib turganingizdek, eng muhim bo'lgan qismlari bizning manzilimiz hamda call center nomerlari bor va Telegram orqali bog'lanish ham bor. Tushunarli? Mana bu joyda ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Obuna bo'lsangiz bo'ladi. Xo'p, yuqoriga qaytamiz. Mobil ilovani yuklab olish yoki veb sayt orqali foydalanish. Xo'p, mana 3 ta nuqta bor. Ko'rib turibsiz, platformaga kirish degan yozuvi bor. Buni izohlab o'tib ketaman. Platformaga kirish orqali ham mana ko'rsangiz, mana xuddi Telegram yoki email orqali kir deyapti. Ko'pincha Telegram orqali ro'yxatdan o'tishni tanlaydi. Xullas, qaysi orqali ro'yxatdan o'tsangiz ham ofertani qabul qilib ro'yxatdan o'tib ketaverasiz. Bu platformaga kirish bu juda ham oson. Lekin bunda ilova yuklanmaydi. Siz har safar sayt orqali kirib foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va platformaga kirishni biz ko'pincha kompyuter yoki planshet foydalanuvchilari uchun zo'r qilib qo'yganmiz. Ya'ni men ko'proq kompyuterda dars qilaman deganlar platformaga kirish orqali ro'yxatdan o'tsa, bu juda ham zo'r bo'ladi. Mana shu o'rinda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Kimdir ham kompyuter orqali, ham telefon orqali dars qilishi mumkin-da. Shu narsada e'tibor beringlar. Agar siz bitta akkaunt orqali, misol uchun aytaylik, Akbar.uz degan qaysidir misol uchun akkaunt orqali ro'yxatdan o'tdingiz, ro'yxatdan o'tgan vaqtingizda keyin ertasiga siz telefondan foydalanmoqchisiz. Ilovani ham yuklab olaverasiz bemalol. Faqat bitta qoida borki, sizda ikkita qurilma bo'lsa, bitta qurilmadan kirgan vaqtingizda ikkinchi qurilmadan avtomatik ravishda sizda dastur yopilib qoladi. Shuni aytmoqchiman xolos. Lekin yana qayta kiraman desiz, yana o'zingiz akkauntingiz yoki o'sha Telegram nomeringiz orqali ro'yxatdan o'taverasiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Tushunarli? Ya'ni bitta qurilmadan foydalanish mumkin bitta vaqt o'zida. Bitta vaqt o'zida ikkita, uchta qurilmadan foydalanib bo'lmaydi. Lekin siz misol uchun safardasiz, telefondan foydalanmoqchisiz. Akkauntingiz qaysi? Kirib foydalanib ketaverasiz. Yoki ishxonangizda yoki o'qishda kompyuterdan foydalanmoqchisiz. Kirib veb saytda platformaga kirish qilib turib kiraverasiz. Yana o'zingiz panelingiz, o'zingiz akkauntingiz ochiladi. Tushunarli? Xo'p, endi mana bu joyda yozilgan, agar sizga yana ham qulay bo'lish uchun foydalanmoqchi bo'lsangiz, siz mobil ilovamizni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Bu joyda App Store va Android. Agar sizni telefoningiz iPhone bo'ladigan bo'lsa, endi hamma biladi, iOS foydalanuvchilari App Store orqali yuklaydi. Android foydalanuvchilari, misol uchun Samsung, Redmi, Honor, Infinity har xil boshqa telefonlar bular Android hisoblanadi. Chunki ichimizda yosh kattalarimiz bo'ladigan bo'lsa, bilmasligi mumkin. Yoshlar ko'rib turib, bu oson-ku demanglar, xo'pmi? Shunaqa. Faqat iPhone foydalanuvchilari App Store orqali kirishi mumkin. Demak, bu joyda mana App Store orqali yuklab olishni bosyapman. Mana chiqdi, iMeeting. Demak, mana yuklab olishni bosdim. Tushunarli? Bu o'zi sekin yuklayapti. Xo'p, endi yana bitta oson usuli bor. Aynan shu nimalar uchun? App Store foydalanuvchilari uchun mana ko'ryapsiz, App Store'ga kirdim va bu joyda men iMeeting deb yozdim. Bo'ldi. Mana iMeeting chiqdi, ko'rdingizmi? Demak, App Store uchun ikkita zo'r iOS uchun imkoniyat bor ekan. Ham sayt orqali, ham iMeeting orqali nima qilish mumkin ekan? App Store orqali yuklab olish mumkin ekan. Xo'p, demak, open bosdim va mana bu joyda eng muhim narsalardan biri, har bittamiz Android foydalanuvchilari ham, iOS foydalanuvchilari ham bu narsani bilishlari kerak bo'ladi.
demak уведомление ya'ni bildirishnomani yoqib qo'yaymi deyapti. Hamma razрешитni bossin. Nimaga bildirishnomani kerak? Birinchidan, nima yangi kurs ochilsa, demak platformamizda hammasi haqida ma'lumot sizga borib turadi. Fundamental, preklinik, klinik hammasi haqida. Ikkinchidan, siz agar dars qilmaydigan bo'lsangiz, ilova avtomatik ravishda sizga eslatib turadi. Falonchi dars qil deb turib, har xil motivatsion so'zlar tashab turadi, sizni dars qilishga undaydi. Keyingi narsa, ilovada qanday yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, qaysidir kurs yangilansa, qaysidir kurs qo'shilsa, qaysidir mavzu yangilansa, nima o'zgarish bo'lsa, hammasi sizga borib turadi. Bu juda ham zo'r. Siz ko'rib turasiz, qanaqa yangiliklar bo'lyapti iMedda. Hammasi birinchi bo'lib sizga boradi. Shuning uchun baraka topgur, albatta уведомление yoqing. Hattoki misol uchun sizda misol uchun kardiologiya kursini sotib olgansizda, o'sha kardiologiya kursida ma'lum bir mavzu yangilandimi, u ham xabari sizga borib turadi. Demak, bildirishnomani yoqdim. Android foydalanuvchilarida esa biroz boshqacharoq ketadi bu jarayon. Xo'p, demak, mana pastda Android turibdi. Androidni yuklab olishni bosdim. Android yuklab olishni bosgandan keyin mana bunaqa xat chiqadi. Kimdadir ingliz tilida, kimdadir rus tilida. Hozircha ilovamiz shunaqa, demak, fayl xavfli bo'lishi mumkin deyapti, lekin bu APK bo'lgancha shunaqa boryapti xolos. Hech qanaqa xavotir olmang. Bu iMed ilovasi. Biz o'zimizni demak APK faylimizda hech qanaqa virus yo'qligiga 100% kafolat beramiz. Demak, bu joyda baribir yuklab olishni bosishingiz kerak bo'ladi. Agar ba'zilar shunda ham yo'q, men ilova ishlatmayman deydigan bo'lsa, yuqorida aytganimdek, demak nima qilishi mumkin? Yuqorida aytganimdek, demak mana platformaga kirishdan foydalansa bo'ladi. Endi ilova baribir qul edi. Xo'p, demak baribir ham demak mana nima qilyapman? Baribir ham yuklab olishni bosdim. Yuklab olishni bosgandan keyin qarang, mana tepada o'sha yuklab olinyapti deyapti. Biroz demak sabr qilamiz. Yuklab bo'lingandan keyin bizga xabar keladi. Bu xabarda qayerdan ko'ramiz deydigan bo'lsa, bo'ldi, fayl yuklab olindi. Xohlasangiz mana shu joyda o'zidayoq ochish tugmasini bossangiz, to'g'ridan-to'g'ri mana pastda turibdi. Faqat shu safar deyapti yoki har doim deyapti. Faqat shu safarda bosib qo'ysangiz bo'ladi. O'ylamang, har safar kirganimda men sayt orqali kiramanmi deb, yo'q. Ilova yangilangan vaqti Android foydalanuvchilari ham, iOS foydalanuvchilari ham ilovani o'ziga SMS boradi. Ilovangiz yangilaydi bossangiz, avtomatik ilovani ichida yangilab ketaveradi. Va bu joyda demak, mana shu joyda o'zini bosyapman. Demak, mana bo'ldi. O'rnatishni bosdim. O'rnatishni bosganimda bo'ldi уже. Demak, ilovamiz demak o'z-o'zidan demak o'rnatilishi mumkin. Albatta bu internet tezligiga bog'liq. Bo'ldi, ilova o'rnatildi. Ochish. Demak, mana bu joyda bildirishnomalar Androidga ham keladi, bu iOSga ham keladi. Demak, albatta bildirishnomani nima qilishimiz kerak? Demak, ruxsat berishimiz kerak bo'ladi. Bu narsani davomida aytaman. Ruxsat. Mana ochildi. iOS ham xuddi shunaqa. Endi yana bitta narsa bor. Androidda agar tepada ko'rinmaydigan bo'lsa, eng yaxshi yechimi nima qilishimiz kerak? Mana bu joyga kiramiz. Fayllar qismiga kirsak, mana fayllar ichida yuklab olinganlar, ya'ni загрузка bo'lganlar ichida bitta bosadigan bo'lsangiz, mana tepada turibdi. iMed. Shunga kirib turib, mana shu joydan ham demak ochib olsangiz bo'laveradi. Qolgan qismlari demak iOS bilan bir xil ketadi. Endi davom etamiz. Qanday ilovani o'rnatib olishimiz haqida. Mana bunday panel, keyingisi va boshlash. Bu joyda aytayapki, xohlasang email orqali kir, xohlasang demak Telegram orqali kir deyapti. Xo'p, va kodni ol. Xo'p, endi qaranglar, bu joydan qoida bor. Men xohlasangiz email orqali kiring, Gmail manzilingizga sizga demak kod boradi. Xohlasangiz Telegram orqali. Misol uchun men ko'pchilik demak Telegram ishlatganligi uchun Telegram orqali kirishni ko'rsatib beraman. Gmail orqali kirish oson. Boshqa ilovalarda qanaqa kirsangiz, xuddi shunaqa kirib ketaverasiz. Emailingizga kod keladi, o'shani kiritib qo'yasiz. Xo'p, Telegramda ro'yxatdan o'tishda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Mana Telegramdan ro'yxatdan o'tayotgan nomerim bilan Telegramdagi nomerim bitta bo'lishi kerak, tushunarli? Umuman boshqa raqamga Telegram ochib, bu joyda boshqa raqam kiritadigan bo'lsa, sizga kod kelmaydi. Bitta nomer bo'lishi kerak. Xo'p, demak, kiritamiz nomerni. Mana kiritdim. Ofertani qabul qildim va kodni olishni bosdim. Telegramga kod boradi deyapti. Mana demak Telegramga o'tyapman.
Telegramga o'tgan vaqtimda demak bu joyda mana start raqamni yuborishni bosdim va raqamni yuborishni bosganda mana kod keldi menga. Mana bu joyda raqamni yozmanglar. Pastda ko'rsalang raqamni yuborish degan yozuv bordi. Xuddi mana shu narsani nima qilishimiz kerak? Jo'natishimiz kerak bo'ladi. Mana bu joyda kelyapti 820 372. Xo'p, demak kiritaman mana 820 372. Bo'ldi mana do'stlar. Demak, ko'rib turganingizdek, ilova avtomatik ravishda ochildi. Demak, ilova ichidagi funksiyalarni sanab o'tib ketamiz. Bu joyda juda ham qulay funksiyalar bor, interfeys juda ham chiroyli. Mana bildirishnoma degani mana bu joyda har xil demak bildirishnoma kelib turadi. Mana kechagi bildirishnoma radiologlar uchun kurs ochildi deyapti. Mana bu tepadagi bannerlar ko'rib turibsiz, aylanib turibdi. Bu joyda agar buni ustini bosadigan bo'lsangiz, mana to'g'ridan to'g'ri bizni Telegram kanalimizga o'tib ketishi mumkin. Telegram kanalimizda demak yangiliklarni ko'rib turishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ilovaga qaytamiz. Xo'p, ana endi qaranglar. Ilovani ichida mana fanlar turibdi, bepul kurslar turibdi. Xo'p, mana fanlarni tanlaydigan bo'lsak, mana bu joyda chiqyapti fundamental fanlar, mana ichida har xil kurslar bor. Preklinik fanlar, demak bu joyda ham har xil kurslar bor. Klinik fanlari va bu joyda podkastlar, bepul podkastlar bor. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Demo darslar bu joyda demak har bitta fan bo'yicha bepul darslar mavjud. Xo'p, demak birorta kursni sotib oladigan bo'lsangiz qanday qilasiz deydigan bo'lsak, mana misol uchun men aytaylik, gistologiya kursini sotib olmoqchiman, bosdim. Bosgan vaqtimda mana modullar bor, mana modul bilan men tanishib o'tib ketsam bo'ladi, mavzular nimaligini ko'rsam bo'ladi. Va mana kursni xarid qilish turibdi. Mana bosdim. Mana menga demak 4 xil obuna chiqyapti. Men ko'pincha demak 6 oylik yoki 12 oylikni tavsiya qilaman, chunki har oy obuna bo'lsangiz 1 yilga u 650 ming bo'lib ketadi 10 oyda ichida. Bu yoqda 12 oylikni birpasda sotib olsangiz bo'ladi. Bu albatta siz tanlovingiz. Misol uchun men 6 oylikni sotib olmoqchimiz. Ustiga bossam mana bunaqa chiqadi. Bitta promokodni kiritish. Promokod berilmadimi, demak siz kiritishingiz shart bo'lmaydi. Promokod qachon beriladi? Bizning Telegram kanalimizda turli xil bayramlar, misol uchun mana Hayit bayrami bo'lishi mumkin. Yozib qo'yamiz misol uchun Hayit kuni munosabati bilan mana bu sanadan mana bu sanagacha shu promokodni kiriting desangiz, o'sha promokodni kiritsangiz, to'g'ridan to'g'ri siz chegirma hisoblab beradi. Hozir promokod yo'q, shuning uchun kiritish shart emas. To'g'ridan to'g'ri demak to'lovni amalga oshirishni bosasiz. Mana to'g'ridan to'g'ri klikka o'tdi, demak avtomatik demak nima bo'lishi mumkin? To'lov qilinishi mumkin. Tushunarli. Agar sizda klik ilovasi bo'lmasa, siz demak klik sayti orqali ham to'lov qilishingiz mumkin. Xuddi shunaqa ishlatiladi. Undan tashqari mana pastda mana ko'rib turibsiz. Bu menyu eng pastini bosyapman, ko'ryapsiz? Kurslarim degan chiqdi. Menda mana sotib olgan kurslarim. Hattoki mana necha foiz dars qilganingiz menda 0 turibdi. Endi men to'g'risi bu videolarda aksariyatini o'zim yozganim uchun bu joyda demak 0 turibdi menda. Kim qancha dars qiladigan bo'lsa, bu joyda hamma ma'lumot keltirgan bo'ladi. Undan tashqari kursda qarang, mana bu joyga kirgan vaqtingizda mana umumiy patologiya kirdigi. Qarang, nechta dars bor? Hammasi bor. Mana 28 ta dars bor. 28 soat, 27 ta darslik, 26 ta test topshiriqlari deb yozyapti. Bu nima degani deydigan bo'lsa, 28 soat degani demak sizda 28 ta video bor degani. Qarang, bitta umumiy patologiya bo'yicha nechta narsalar bor. Mana ustiga kirsangiz, mana shuncha demak nimalar bor. Biror bir mavzuni ichiga kirganingizdan keyin video ochiladi. Bu joyda demak prezentatsiyasi bor, mana prezentatsiya bor va bu joyda demak testlar bor. Har bitta mavzu bo'yicha xuddi shunaqa narsa nima qilingan, demak tashkil etilgan. Keyingi masala demak bu joyda reytingda demak ko'rib turibsiz. Sizda demak umumiy, kunlik, haftalik demak reytinglar chiqib turibdi. Mana kim qancha ko'p dars qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rsatib turadi. Va chekada sizni profilingiz turibdi. Xohlasangiz tungi rejimga o'tkazib oling va bu joyda demak biz haqimizda demak ma'lumot o'qishingiz mumkin. Feedback degan joyda siz bizda o'qigan talabalarni fikrini o'qishingiz mumkin va demak qaytamiz orqaga. Yo'riqnoma qanday foydalanish bu joyda demak o'zingizga mos bo'lgan kurslar tanlash,
oferta haqida ko'rgansizlar. Bu joyda bitta narsa, mana adminga yozish, nimadir tushunmasangiz adminga yozishingiz mumkin yoki qo'ng'iroq qilish mavjud. Xo'p, va bu joyda mana eng pastini ko'rsangiz, hisobdan chiqish bor, hisobni o'chirish bor. Hisobdan chiqmoqchi bo'lsangiz, mana chiqib turib, xohlagan vaqtda kira olasiz. Hisobni o'chirish deganda butunlay o'chirish. Shuning uchun ehtiyot bo'lasizlar bu qismiga, tushunarli. Xuddi shunaqa tartibda o'zingizga mos bo'lgan turli xil, mana ko'ryapsiz, barchasi degan nuqtani bosyapman. Pastda ham mana bepul darslarda ham barchasini bosyapman. Mana har xil demak kurslarimiz bor. Bu joyda ham mana barchasini bosyapman. Podkastlar mutlaqo bepul. Mana ilmiy ommabop podkastlar bor mana bu joyda, har xil podkastlar. Bu joyda mana talaba shifokorlar uchun podkastlar bor. Mobil ilovada juda ham qulay. Demak, har bitta mavzu bo'yicha ham video dars, konspekt, prezentatsiya, ayrim mavzularda mana ko'rsangiz, embriologiyada mana kirib ko'rishimiz mumkin. Ikkita dokument turibdi. Bittasi demak prezentatsiya, bittasi konspekt. Va o'zingizni sinash uchun demak testlar ham berilgan. Ilovadan demak xuddi shunaqa tartibda foydalanamiz do'stlar. Agar siz kursimizga qaysidir mentor bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, menejer orqali demak ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga juda ham qulay bo'ladi. Menimcha ilova hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. O'zingizga mos bo'lgan kurslarimizni tanlab, demak obuna bo'lishingiz mumkin. Yana bitta narsa, agar siz 1 oylikda tanlaydigan bo'lsangiz, 1 oydan keyin avtomatik ravishda ilovada sizning obunangiz tugaydi, siz qayta to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta narsa, siz bu to'lovlar 1 martalik xolos, tushunarli. Mana histologiyada men to'lov qilmoqchi bo'lsam, har oy 65 ming so'mdan ushlab qolmaydi meni kartam. Yoki har oy, har 3 oyda qachonki men ruxsat bersam, keyin kartamdan pul yechiladi. Shuning uchun klikdan to'lov qilinayotganda hech qanaqa qo'rqish kerak emas. 1 marta to'lov qilinadi. Misol uchun 12 oylik uchun obuna olmoqchimanmi? 300 ming bitta to'layman, bo'ldi. 12 oy, ya'ni 1 yil davomida demak menga hech qanaqa demak muammosi bo'lmaydi. 1 yildan keyin yana o'qimoqchi bo'lsam, yana qayta kiritib to'lov qilaman. Hech qachon klik yoki bizning ilovamiz sizdan demak avtomatik ravishda pul yechib olmaydi. Bundan umuman xavotir olmanglar do'stlar. Agar siz umuman 0 odam bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi fundamentallar tugating, keyin preklinik, keyin kliniklarni tugatib borsangiz bo'ladi. Sog' bo'linglar.